Maşallah, lider video mutaxassislik kursimizga xush kelibsizlar. Alhamdulillah, mana marhamat. Bundan avvalgi videomizda nimada? Renderga qo'ygan edik. Marhamat, mana ko'rib turganingizdek, sahnamiz render bo'lib chiqdi. Shikalat ko'rib turganingizdek, haqiqatda shikalat render bo'ldi-yu, lekin qanchada render bo'ldi? 2 soat 12 minutda. Namuncha 2 soat 12 minut? Sababi biz bergan nastroyka bu juda yuqori nastroyka berildi. Yuqori tiniqlik berildi. Shuning uchun ham bu uzoq qildi, ham endi shu uzoq qilganga yarasha stoyishi surat chiqdi, lekin shaxsan o'zimga lekin yoqyapti. Subhanalloh, alhamdulillah. Xo'p. Endi buni nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi degan nazarda tutganimda, ya'ni qanaqa yana ham bir ochsa bo'ladi. Ochish ko'rinib ko'ramiz. Tak, exposure'da buni avvalambor ozgina bo'g'iylik. Kuyib ketganlik bo'lmasa, mana highlight bor'ini olib tashsa, kuyib ketganini olib tashlaydi inshaalloh. Mana. Baribir ozgina qo'shamiz, kontrast qo'shamiz. O kontrast o'zidan anchagina ochib beryapti. Ochib beryapti degani, kadr jonlanyapti. Tak, bo'ldi. Ranglariga kelsa, yana lut ishlatsa bo'ladi. Lut lutda любойni emas, o'sha tak. Bu lutlarni ba'zi birlarini inshaalloh sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Orasidan bittasini tanlashingiz mumkin bo'ladi o'zingizlar. Tak, bunga ko'p kerak, ko'p fayl. Bizga red. Tak, qani bittasini qo'yib ko'ramiz. Convert tashlaymiz voila. Tak, endi shuni mashina rasmga tushadigan qilib nima qilishimiz, keltirishimiz kerak bo'ladi. Endi qanaqa bo'ladi keltirish deganda, so'chim kadrasini kamroq ko'ramiz. Mana highlight bor'ni yana olib tashlaymiz. Exposure'ni kamroq yoki ko'proq qilamiz. В общем, o'ynaymiz-da, ozgina. Toshimga to'g'ri kelgunga qadar. Вот, highlight bor'ni olib tashlaymiz, exposure solib Curve'ni ham ishga solib qo'ydik. Tak, curve'da mana orqaligini ozgina o'ldiramiz. Alhamdulillah. Yaxshi narsa chiqdi, menga yoqdi. Tak, curve o'chiramiz, tak buni sal ko'paytiraylik. Subhanalloh. Judayam yaxshi narsa chiqdi, alhamdulillah. Yaxshi, qoniqarli, alhamdulillah. Kontrast qo'shsak, kontrast yetarli darajada lekin. Ba'zi kontrast boshqa qo'ymaymiz. Endi men bu yorqin joylarni такой shula emasdan blik qo'yish uchun bloom and glare beramiz. Kuturamiz va ishga tushguncha. Menimcha ishga marhamat, alhamdulillah ishga tushdi. Hajmini kattaroq qilaylik. Tak, sal yaqinroq boraylik, ko'rib turish uchun. Yana ham katta. Bloom. Endi kuchi. Tak, ancha ham ketdi-yu. Olmadi. Ishga hop intensivность kamroq qilamiz. Kuchini ya'ni. Mashallah, subhanalloh. Alhamdulillah. Menga yoqdi. Sizlarga ham yoqqanmasa kerak inshaalloh. Okey, buni saqlanib qilamiz. Buni render birinchi xona.jpg. Alhamdulillah, subhanalloh, juda ham yaxshi. Endi biz keyingi qiladigan render, buni foramiz o'ziga emas. Keyingi biz render qiladiganimiz bu Corona render. Corona renderga kiramiz. Bunda e'tibor qilasizlar, bunda nastroykalarni titib o'tirmaymiz narsasini. Hammasi o'zi turgan joyda turaveradi. Prosta mana bu run Corona konverterni ishga tushiramiz. Mana bu o'z avtomatik hamma narsani tanlab, nimaga o'z hozir koronaga o'tkazgan bosdim, ketdi o'z avtomatik hozir hamma narsani koronaga o'tkazadi. Endi bittalab o'tirsak bo'ladi, ammo nimada shart emas. Endi render bosamiz. Shift Q yoki F9. Endi e'tibor qilamiz va menga ko'rib turgan bo'lsangiz, ham bitta exposure qulf turibdi. -6. Bu mana bu kamerani nastroykasida
Kameraning nastroykasida mana bu target turibdi-da. Mana shuni olib tashlash kerak. Ya'ni buni olib tashlash uchun nima qilish kerak bo'ladi? 8 bosamiz. Mana bu fizik kamerani olib tashlaymiz. Shunda ham yo'qoladi. 2 ga bunda agar qaytadan render bersa, inshaalloh unda ko'rib turibsizlar, endi buni o'ynasa bo'ladi bemalol. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi buni kutamiz. Endi bu cheksiz bo'lib ketib qoladi. Cheksiz bo'lmasligi uchun ma'lum bir songacha render qilishni beramiz. Masalan, pass limit bu ma'lum bir songacha render qilamiz. Masalan, 20 pass bo'lsa-da, yo 50 pass bo'lsa, 50 pass denoise-ni qo'shib yuboramiz. Atak denoise anonni veriyni ham qo'shsak bo'lar edi-ku, endi kecha endi. Hop, 50 emas, 30 qila qolaylik. Okey, endi render qilamiz. Shunda 10 ta pass o'zidan top-toza bo'lib qoladi. Mayli, biz 30 pass kutamiz. Hop. Render knopkasini tugmachasini bosdik. Endi renderni tak ko'rib turamiz nima bo'layotganini. Mana shu jarayonning o'zida, misol uchun bu render qilaveradi, biz ham bitta yarkisini, yorqinligini to'g'irlasak bo'ladi. Ko'rasizlar, ochilyapti, yopilyapti. Lightmix qobiliyati bor. Lightmix hech tushirmagan ekanmiz. Ama Lightmix manimcha Lightmixgacha ishimiz bormaydi degan umiddaman. Borsa, Lightmixni o'sha boshqatdan yoqib, nima deydi, uni bilan birga ishlaymiz inshaalloh. Xo'p. Qora nuqtalar yo'q bo'lsa oxirgacha. Alhamdulillah, subhanalloh, yaxshi. Highlightni ko'paytiramiz kompressor. Oq joylarni kuydirayotgan joylarni olib tashlaydi. Yozgi yarkis qo'shamiz, kontrast qo'shamiz sahnaga обязательно. Yana kontrast joyimiz. Beshinchi yetadi kontrast, bunga loot qo'shamiz. Hop, loot esa buni o'zgartiramiz. Bu loot bo'lmaydi, mishka o'rtasida aylantirgan holda. Bizning mishkamiz o'rtasida sal kinat qo'ydi-yu. Mana shu qanday o'chirib qo'ylik. Menga yoqdi. Ammo yana ko'ringlar ozgina, variant yana bordir. Vo. Alhamdulillah, yana ozgina ko'ringlar. Zalatisti. Tak, mana yo'q emas, lekin yo'q. Orqaga aytaylik, boy g'attaydi. Tak. Vista. Mashina qoldim. Exposure yana ozgina yarkis qo'shamiz. Highlight burn ko'paytiramiz. Bu kuyib ketayotgan joyini olib tashlaydi. Load temperature kuchini kamaytiraylik. Qanaqa edi? Qanaqa bo'lyapti? Yo, naborot yaxshi ekan, alhamdulillah. White balance o'ynasa bo'ladi. Ya'ni sal ko'kimtirga tortamiz. Sag'al tortamiz. Alhamdulillah. Bo'ldi, render borursa. Baribir bu yerda bizda pardamiz sal xonani rangi yemayapti. Mana buni sal seriroq qilsa bo'lar ekan. Endi bo'ldi endi o'sha. Vignette yozgan berishimiz mumkin. Vignette ham yo'llarni qilsa ham berib o'tirmaymiz. Okey, endi qiladigan ishimiz nima? Kutish. Ya'ni qancha mana shu 30 ta pass bo'lishini kutamiz. Endi ko'rib turganingizdek bu 2 pass o'zida ham normalniy lekin toza bo'ldi. No, inshaalloh mana shu 30 bo'lganini to'xtataman. Ko'rasizlar. Ya, to'xtatish shart, o'zi to'xtaydi 30 bo'lgandan keyin. 30 mana 30 gacha render qiladi. Ko'rasizlar o'zi mana shu 30 o'zida qanaqa o'zi tiniq bo'lib qolishini. Endi denoise hisobi bilan vashi tiniq bo'lib qoladi inshaalloh. Xo'p, bunga yana qo'shishimiz mumkin Blumen Glare. Subhanalloh. Og'iz ochib turaman, kamdir og'ir ishlaydigan bo'lsa, Sharpen and Blue qo'shsa bo'ladi. Bu tiniqli qo'shib beradi. Faqat blurni olib tashlaymiz. Blur bu xira qiladi. Subhanalloh. Endi esa render qilib bo'lishini kutamiz. Mashallah, mana denoise bo'ldi. Denoise mana soch hozir sahnada bitta bir o'chib turamiz. Ko'rib turganingizdek. Sahna bo'lsa, denoise bilan birgalikda bu mana polni oxirigacha qo'rqib kuchini. Mana, marhamat. Denoise inobatga olmasak ham bu juda toza chiqibdi.
Bu yerda xuddi shunaqa bo'ldi. Denoise ishtirokchisi ham top-toza chiqdi. No, Denoise bilan bu yana ham tozaroq bo'ladi. Maşallah. Bo't, mana marhamat. Corona render. Bundan avvalida esa Vray renderda qildik. Nima qilamiz buni? Olib qolamiz. Birinchi xona, tak, Corona. Corona bunda qo'yiladi, bo'ldi. Okey, alhamdulillah. Inshaalloh bu darsliklarimiz sizga manzur keladigan umiddaman. Inshaalloh. Qiziq interyer xonalarni yasashingizda nima deydi? Omad tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.